Qanaqa o'ldir. Qani ochish kerak o'ngga chapga. Давайте. Keyingi qarayman. Xo'sh. Bo'ldi. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Kompot. Hozir meni kimdir taqiladi, u ishimni bezovta qilyapti. Jitel. Kapot. Sen zombie apokalipsisga tayyorlandingmi? Hozir boshlanadi. Qishloqqa bilasanmi, men 2 kundan beri o'yin o'ynayapman. Shunga vaqt muammo bo'lib qoldi. Kapot, axir buni sendan men so'ragan edi-ku. Qani yo yo'q do'stlar. Qanaqa esladim. Endi nima qilsak bo'lar ekan-a? Kapot, nimaga sen o'ynading? Bunaqa o'yinlar bilan sen jiddiy bo'lib qolishing mumkin-ku axir. Bo'ldi, tinchlanamiz. Hozir men uyimga kirib hamma narsani o'ylab ko'raman. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Kapot. Do'stlar, menga mer 5 kun oldin aytgan edi, hamma narsaga tayyorgarlik ko'rib qo'ydim. Qishlog'imizga, ya'ni har oy bizning qishlog'imizga zombi apokalipsis keladi va men tayyorgarlik ko'rmasdan shu noutbukimga o'yinlar o'tkazib o'ynab o'tirgan edim va esimdan chiqarib qo'yibman. Va bularni endi barchasini to'g'rilashimiz kerak, chunki tezroq zombi apokalipsis boshlanadi. Xo'sh, Jitel, menga iltimos yordam bera olasanmi? Bu yerda meni haydab yuborishi mumkin, даже shtraf ham solishi mumkin. Tak, tinchlanamiz. Hozir sen sehrgarlik xonasiga borasan va o'sha yerda yaxshilab titkilab ko'r. Nimadir topishing kerak albatta. Bo'ldi, rahmat Jitel. Men albatta hammasini joyiga tushirishga harakat qilaman. Bo'ldi, rahmat Jitel. Tak do'stlar, bilmasanglar qaranglar. Har oy bizning qishlog'imizda zombi apokalipsis bo'ladi. Xo'sh, men bu yerdan kalitni oldim. Xo'sh, bizni qishlog'imizga har oy zombi apokalipsis keladi va men har doim tayyorlanaman. Har doimgidek qurollar yoki bronyalar, lekin bu safar esimdan chiqib qolganimda sababli biz nima qilishni bilmaymiz. Qani skladni ko'ramiz, agar nimadir chiqsa, baribir to'g'rilashimiz kerak buni. Birinchi skladga yetib keldik, ochamiz. Xo'sh, bu sandiqlarni tekshiramiz. Bu yerda bloklar bor. Bloklar bilan nimadir qilsak bo'ladi. Lekin juda ham foydasiz. Bu yerda qishloqdan o'rsak bo'ladi, lekin kam bloklar juda ham bloklar kam. Bu yerda chang, bu yerda ham changlar, bu yerda ham chang. Xo'sh, hamma yoq chang bosib yotibdi. O, to'pponcha. Lekin bitta to'pponcha bilan zombi apokalipsisni tugatib bo'lmaydi. Yana nimadir topish kerak. Hamma yoq chang bosib yotibdi, boshqa hech narsa yo'q. Xo'sh, ikkinchi sklad. Iltimos faqat ikkinchi skladga kerakli narsalar bo'lsin. O'sh, bo'mbo'sh. Rang-barang bloklar. Bu kerak bo'lishi mumkin. Faqatgina keraklisi bedrock bor ekan. Xo'sh, tak. Bitta ich balo yo'q, bunisida ham. Xo'sh, bu yerda kartoshka bilan sabzi bor. Bu yerda pumpkin, ya'ni qovoqlar bor. Xo'sh, undan tashqari, wow. Biz mana shu oshqovoq orqali golem yasashimiz mumkin, do'stlar. Tak do'stlar, mana bu yerdagi bloklardan biz golem yasashimiz mumkin. Mana bu yerda temir bor ekan. Xo'sh. Lekin do'stlar, ko'rib turganingizdek bizga shuncha 11 ta blok yetmaydi. Lekin do'stlar, menga bitta ideya kelib qoldi. Masalan, biz hech qachon qilmagan ishimizni qilishimiz mumkin. Nima desangiz, men do'stlar, hamma bloklardan golem yasashga harakat qilib ko'raman. Chunki do'stlar, bizning ikkinchi skladimizda har xil turli bloklar bor. Ulardan bemalol xohlagancha golem yasasak bo'ladi. Chunki do'stlar, biz bemalol keyin dam olib kuzatsak bo'ladi. Qani do'stlar, bemalol bu yerdan bloklarni olamiz hammasini. Xo'sh, rang-barang bloklar. Xo'sh, menimcha tez orada bo'lishi mumkin. Xo'sh, unda qaranglar do'stlar. Biz hamma bloklarni bu yerdan olamiz. Tak, hammasini, bularni ham, Xo'sh, bularni ham. Tak. Hammasini olamiz. Biz hammasini tun tushguncha qilib ko'ramiz. Tak, bu yerda nimadir bormikin kerakli? Xo'sh, bu yerda umuman kerakli narsalar yo'q ekan. Xo'sh do'stlar, biz tezroq yugurib boshlashimiz kerak. Mana bu yerdan zombilar kelishni boshlaydi. Xo'sh, demak do'stlar, biz temir bloklardan golemlar yasashni boshlaymiz. Xo'sh, birinchisi ketdi. Mana ajoyib do'stlar. Hop, endi g'ishtdan yasab ko'ramiz golemlarni. Xo'sh, menimcha g'ishtdan bo'lmaydi. O'xshamadi. Xo'sh, demak unda biz buni buzishimiz kerak. Demak do'stlar, biz buni buzib barrikada qurishimiz mumkin. Barrikada bu nima? Ya'ni bu to'siq deyiladi.
Xo'sh, tezroq sindiramiz. Faqat buni hech kim bilmasa, meni jinnilik qilib qo'yganimda. Xo'sh, endi bundan biz zombilar kelishiga qarshi to'siq, ya'ni barrikada quramiz. Xo'sh, menimcha hammasi yaxshi ko'rinyapti. Ha. Xo'sh, endi biz kitob javondan golem qilib ko'ramiz. Qani, ana. Qanday chiroyli va aqlli golem do'stlar. Bizga yana bitta kerak bundan. Aqlli golemlar bo'lish kerak. Ana, bunisi ham ajoyib chiqdi. Xo'sh, endi izmuruddan yasab ko'ramiz. Davayte. Xo'sh, eng qimmat va eng zo'r golem bo'ladi. Ana. Qanday kelishgan, qanday chiroyli va qimmat golem. Xo'sh, kelinglar endi olmosdan. Xo'sh, ana. Qaranglar, inventarimda juda ham olmos ko'paygan. Wow, ajoyib chiqdi golem. Tak, yana bitta olmosli qurib ko'ramiz. Tak, ikkitasi yetadi va boshqa bloklardan ham qurib ko'rishimiz kerak. Xo'sh, endi biz oltindan qurib ko'ramiz. Davayte, oltin to'g'ri kuchukkan bo'ladi, lekin bu yerda turishga loyiq. Endi enderstone yasab ko'ramiz. Bu golem haqida eshitishimcha, bu menimcha teleport qila oladi. Xo'sh do'stlar, endi biz bedrocklisini quramiz. Bitta adashsam ham damdom bo'ladi. Bedrocklisini quramiz. Davayte. Qaranglar, yugurib ketyapti. To'xta. Kuchli, lekin sal tentakroq ham mayli. Lekin kuchli do'stlar. Kelinglar endi kvartsdan yasab ko'ramiz. Kvartsdan ham juda ham zo'r ko'rinishi mumkin. Xo'sh, oppoqini ko'rinadi. Endi kelinglar endi daraxtlidan qilamiz. Xo'sh, menimcha eng yaxshi ko'rganim daraxtli bo'ladi. Xo'sh, qaranglar, qanday ajoyib. Eng yoqtirganlarim meniki daraxtli bo'ladi. Yana bitta qilib ko'ramiz. Bundan ajoyib. Endi obsidiandan qilib ko'ramiz. Davay. Hop, ana, ajoyib. Qanday kuchli golem. Obsidiandek qattiq. Xo'sh do'stlar, menda juda ham ko'p bloklar qoldi. Men boshqalardan ham qurishni boshlayman. Xo'sh, birinchisi endi dinamitli golem bo'ladi. Qani, hop, ana. U qanday ajoyib, hamma yerda portlatib yuboradi. Endi samoli golem. Qochib tursen bu yoqqa. Xo'sh, ajoyib. Ana, juda ham tez yugurar ekan. Wow, ajoyib. Xo'sh, endi tarvuzdan qilib ko'ramiz. Qani, ana, ajoyib chiqdi bu ham. Endi gubkadan. Xo'sh, mana ajoyib chiqdi bu ham. Xo'sh, endi nima qoldi bizda? Tak, mana bunday pushti blok qoldi. Fioletoviy. Davayte. Hop, ana. Fioletoviy rangdan oq-qora golem chiqdi. Mayli, endi muzdan yasab ko'ramiz. Qani, go. Ajoyib chiqdi bu ham. Endi o'ynadan. Wow. Qani, wow, bu ham zo'r, gap yo'q. Hammasini tayyor qildim. Xo'sh, kechqurun bo'lyapti. Xo'sh, endi sekin-asta zombilar paydo bo'lishi kerak. Men esa albatta bu yerda 100 ta golemlarni qo'yib qo'ydim. Mana, ko'rib turganingizdek, bu yerda 100 ta golem turibdi Romda. Mana qaranglar, ajoyib. Mana bunday ajoyiblar bor. Xo'sh, endi zombilar kelishini kutsak, zombilar kelishni boshlabdi. Qani. Ana o'ldi. Buncha bularni o'lishga kuchayib ketdimi nima balo? Xo'sh, o'ldi. Yaxshi. Patron ham tugadi. Endi bu yo'g'i golemlarning ishi. Xo'sh, golemlar ham zombilarni urishni boshlabdi. Buncha ko'p bular. Ana tomni ustiga ham chiqib oldi. Hoppa. Shunday ajoyib yo'q qilishyapti. Qaranglar. Nimaga qoch o'lib qolishi mumkin. Yo'q. Menga tegmanglar. Xo'sh, men o'lmasligim kerak. Golemlar yordam beringlar menga. Hammasi ajoyib, hammasi zo'r. Bu yerda nima bo'lyapti? Xo'sh, hammasi menimcha tugadi. Xo'sh, kerak bo'lsa mana tomda ham yurishibdi. Yo'q, qoch. Men o'lmasligim kerak. Nima bo'ldi bu yerda? Sintili golem portlabdi. O'shanga portlab ketgan. Tak, bu yerda esa muzli golem bu yerda suvni muzlatib qo'yibdi. Xo'sh, menimcha hammasi tugadi. Ana u yerda ham zombilar o'ltirishyapti. Menimcha tugadi. Xo'sh, mana oxirgisi qolibdi. Menimcha do'stlar, shu bilan hammasi tugadiganga o'xshaydi. Men bilasizlarmi, o'zi har bir roligimda men zombilarni qurollar bilan, branjetlar bilan o'ltirardim. Hozir bo'lsa golemlar bilan shunchaki men tomosha qilyapman ularni o'ltirishini, zombilarni va tarvuz yeb bu yerda turaman. Maza qilib. Wow. Lekin mana bu yer portlagani menga yoqmasligi mumkin. Bu yerni albatta to'g'irlab qo'yamiz. Golem tuzatuvchi, ya'ni golem ustani chaqiramiz. Bu yerda chiroyli qilib to'g'irlab beradi.
Xo'sh, bu yerni juda ham qattiq mustahkamlab qo'yishadi. Ajoyib bo'ladi hamma yer. Xo'sh do'stlar, menimcha hamma joy yaxshi, hammasi joyida. Endi uyimga kirib yotsam ham bo'ladi. Tak do'stlar, menimcha hammasi joyida. Hammasi tugadi. Albatta do'stlar, menimcha bo'ldi. Oxirgisini ham o'ltirishibdi do'stlar. Men hammaga xayr do'stlar, assalomu alaykum. Men Kompot bo'ldim. Sog' bo'linglar.